Ne oyman? Biz yerda o'sadigan mevalarni kelin qilmaymiz. Ammo ona biz u bilan yaxshi ko'rishamiz. Yo'q, biz senga osmonda o'sadigan shaftolixonni olib beramiz. Shaftolini juni bor, oyi menga yoqmaydi. Oyi, ular meni kelin qilmas ekan. Ular Shaftolixonni kelin qilmoqchi. Xavotir olma, seni o'zim doktorga olib borib, shaftoli qilaman. Sizdan shaftoli yasasak bo'ladi. Ish qilib operatsiya yaxshi o'tsin-da. Bo'ldi qilinglar, shu meva-chevani serialni ko'rpam yig'laydim odam. Seni hayotingdan ham qiziq bu serial. Qulupniyni yangi qismini ko'rdingizmi? Yo'q, men anu James Jack qizlarini ko'rdim. Qulupniyni ko'rish kerak, nokka tegmayapti, shunaqa qiziq bo'lyapti. Nok olib keluvdim, yemaysizlar? Yemaymiz. Bu juvonman qulupnayga kim bermagan. Yemaymiz. Voy, oyijon internetim o'chib qoldi. Voy, menda bu ishni endi nima qilamiz? Baqirmaylik, to'layapman. Eng zo'ri bilandi endi. Oila Ultra Plus va Oila Mega Plus tariflarida bepul smartfon bor. Kino va musiqa xizmatlaridan foydalanish mumkin. Shuningdek, bepul ilovasi bor. U yoqda siz 50 million so'mgacha foizsiz pul o'tkazishingiz mumkin. Sahar doim yechimini topasan-da. Ertaga o'z bepul smartfonimni olib ketaman. Qulupnay, oy, to'yimiz zo'r bo'lyapti. Ha, juda ham xursandman. Ey xudoga shukr, tugadi bu serial. Yengisi bor oyijon, bodring pomidordan achishi qo'rilgan. Qarang. Ko'rganman mana. Savdolar haqida-chi? Men parashok, sen parashok, lekin nega bu zubnoy pasta bo'lib tug'ildi? Parashok yetmay turuvdi. Qachon qutulamiz bu seriallardan?